Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun seshanba. Tövəndikdən xəbərlərimizin təfsilatı olsun. 2024 yılı 8 fevral dünyanın hər qaysı joylaridan kelgan bir qism Uyg'ur ziyolilar va diniy zotlar peshqadam nashriyatchi Uyg'ur ziyolisi Abdujalil Tural Apandining chaqiriqi bilan Turkiyaning Istanbul shahrida suhbatini o'tkazdi. Bu qatimliq yig'in Xitoy tajovuzchilari vatanimiz Sharq Turkistonni besib olgan 70 yildan ko'proq vaqtdan buyon din bilan fan, ulamolar bilan ziyolilar orasida shakllantirilgan sun'iy bo'linishga xotima berishni, Uyg'ur ulamolar bilan ziyolilar orasidagi o'zaro tushunishni va milliy manfaatimiz asosida qo'l tutishib birlikda kurash qilishni maqsad. Bu yig'inda Uyg'urlarning milliy mavjudligimizga aloqador sezgur masalalar muzokara va muhokama qilingan. Yig'in ishtirokchilari tövəndiki nuqtalarda o'rtaq tonish qilib, bunu bayonotda e'lon qilgan. Birinci, milliy mustaqillik görüşümüzde ve mustaqillikten keyingi davlat qurish musobimizda din bilan fanning rolini bir-biridan ayirib o'tkil bo'lmaydi. Shunga Uyg'ur jamiyatida Xitoyning suiqasdi bilan shakllangan sun'iy ayrimchilikka xotim berish kerak. Aramizdagi farqlarimiz o'zaro ixtilof va ittifoqsizlikning manbasi emas, balki o'zaro hamkorlik va taraqqiyotning omili va turtkisidir. Ikkinchi, islom Uyg'urlarning diniy e'tiqodi, hayot yo'li va milliy kimligining yadrosidir. Islom bizning kimligimiz, madaniyatimiz ve qadriyatimizning asosiy gavdasi. Bugungi dunyoda fan bilimlariga ahamiyat berish ta'xirsizdir. Har sohadagilar bir-birini tushunishi va o'zaro hurmat qilishi zarur. Uchinchi, milliy manfaatlarimiz o'rtaq nuqtamizdir. Aramizdagi har qanday ixtilof va datalash milliy manfaatlarimizdan ustun emas. Lekin nimaning milliy manfaatimiz ekanligini bir taraflama emas, har soha orasidagi muzokara va dialog orqali bekitish lozim. To'rtinchi, bu qatimliq yig'in bir yaxshi boshlanish. Sohalar ara suhbatlashishni davomlashtirish uchun sohalar ara dialogni bir dast qilib, ishlarimizni kengash va maslahat bilan qilishni o'rtaq mexanizm holiga keltirish kerak. Oxirida shuni ta'kidlaymizki, ziyolilar bilan ulamolar birlashgan Uyg'ur jamiyatiga hech qaysi tashqi kuch buzg'unchilik qilolmaydi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga emanet.